O'zbek segmenti uchun maslkarlarning orasida eng yaqin bo'lgani va eng tanish bo'lgani Mustang bo'lsa kerak menimcha. Challengerdan ko'ra siz nima deb o'ylaysiz? Challenger yaqinroqmi bizga yoki Mustangmi? Mustang oilasida yangi era ochgan Dark Horse birinchi marta 2024-yili sotuvi boshlangan va 7-avlod S650 aynan shu bo'ladi. Razna Cherokee, Pirelli ballonlari va legendarniy Brembo supportlari o'rnatilgan bo'ladi. Diskalari esa alohida masala. Har doimgidek multirul, lipistok, informatsion panel 12.4, markaziy displey esa 13.2 dyumdan iborat. Ko'p holatlarda sportivniy avtomobillarning o'rindiqlari aynan shu ko'rinishda bo'ladi. Tez yurganda yoki ekstremal vaqtlarda ba'zi insonlarga o'xshab sirpanib ketmasligi, ba'zi o'rindiqlarga o'xshab sirpanib ketmasligi oldini oladi. Menimcha eng qiziq joyga keldik. Taxminan to'g'ri 2 sekundda 100 ga chiqadigan 5 litrli va abrasin 8 silindrli Coyote dvigateli o'rnatilgan bo'ladi va xulosada 500 ot kuchi 567 Nm o'rnatilgan bo'ladi. 10 pog'onali Select Shift uzatmalari qutisi bilan 2025-yilda ishlab chiqarilgan Dark Horse uchun narxi keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 89500 AQSh dollari CIP O'zbekiston.